tarafdan xalqimiz qo'yday qilib tarbiyalab qo'yildi. Endi alam qilib ketar ekan, shu qo'yni farzandi bo'lgan bizlar ham shu qo'yday bo'lib qolyapmiz. Men tashabbus guruhi nomidan O'zbekiston Konstitutsiyasi 48-moddasiga binoan quyidagi taklifni kiritaman. Shu 48-moddani to'liq o'qib beray. Konstitutsiya, O'zbekiston Konstitutsiyasi o'zimiz tasdiqlagan eng oxirgi konstitutsiya. Xalqning manfaatlariga muvofiq va sotsialistik tuzumni mustahkamlash va rivojlantirish maqsadida O'zbekiston SSR grajdanlariga so'z, matbuot, yig'ilishlar, mitinglar, ko'chalarda namoyishlar qilib yurish erkinligi kafolatlanadi. Bu siyosiy erkinliklarni amalga oshirish mehnatkashlarga va ularning tashkilotlariga jamoat binolari, ko'chalar va maydonlarni berib qo'yish, axborotni keng tarqatish, matbuot, televideniya va radiodan foydalanish imkoniyatlarini berib qo'yish bilan ta'minlanadi. Biz bo'lsak, konstitutsiyaga teskari ish qilib o'tiribmiz. Butun huquqni hammasini riyosatga berdik. Riyosat mana shu mitinglarni taqiqlash masalasini qo'ydi. Biz uni tasdiqlab yubordik. Ana press konferensiyalarda biz vinovat bo'lib o'tiribmiz, odamlar savol berganda. Men mana shu narsa kun tartibiga qo'shilishini, O'zbekistonda mitinglar va ommaviy yig'ilishlarni taqiqlash to'g'risidagi qaror bekor qilinishini, kun tartibiga qo'yilishini taklif qilaman. Ikkinchisi, bizning respublikada qonunlar bajarilmayapti. O'rtoqlar, tan olish kerak. Men qonunchilik komitetida ishlayman. Qonunchilik komiteti nomidan gapirmayapman, lekin ayrimlar chiqib meni tanqid qiladigan bo'lsa, shuni hisobga olsin. Inson huquqlari har qadamda paymol qilinyapti bizda. Kichkina haqiqatni topish uchun kishilar ming bir devorga bosh urishyapti. Haqiqat izlab kelgan oxirgi ishonchni ham, ishonch bildirib kelgan odamlardan ham haqiqatni topa olmagan odamlar juda og'ir ahvolga tushyapti. Mana shu dardini ayta olmagani uchun kishilar o'zlari hukm chiqarishyapti. Bu ruschasiga samasud deydi, o'zbekchasiga bila olmayman. Mana shundan keyin o'zlariga o't qo'yyaptilar, osyaptilar yoki birovni otyaptilar, do'pposlayaptilar. Mana shu qusurlar ko'pligidan ham xulosa qilaveramiz endi. Ishim yuzasidan respublikaning ko'zga ko'ringan huquqshunoslari bilan gaplashib turaman. Ularning xulosasi asosida, o'z xulosam asosida shuni aytamanki, hatto deputat Shohrux Ro'zimurodovga ham nohaqlik bo'ldi. U jinoyat qilgani yo'q. Uning aybi rahbarlarni haqorat qilishda. Bu aybni jazosi shtraf sanksiyasiga to'g'ri keladi. Men bir o'zimning nomimdan emas, yana shu tashabbus guruhi, deputatlar guruhi nomidan kun tartibiga shu Ro'zimurodovni shu yerga olib kelishni, mana shu yerga chiqarib turib aybini bo'yniga qo'yishni